Assalomu alaykum kanalimiz a'zolar. Bugun hamma kutgan 4 ballonlik skuterimiz keldi. Obzorini qilamiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Yo'llari 4 ballonli bo'lgan, razmerlari 3.8, motorlar kelgan bo'lsa, motorlari 8 vatlik. Orqalarida ham keyslari bor, savatlari, stoplari va yonishlari. Tomlik, apshipkalar qilingan mana polni. Akkumulyatoriga kelgan bo'lsa, akkumulyatorlar 32 dan 5 ta. Tezliklari 40 ga chiqadi, tablolari zaryadkasi 60 km ga yetadi. O'ynayotgan elektronli bo'ladi. Type-C bor, telefon zaryad qo'yib ketaverasizlar. USB ulab turib mana karmanlar, suv solik yo'llari, cho'ptechalari. Orqalarini ham ochib ko'rsatib beramiz mana. Buni mekka narsa solaverasizlar mana. Keyin buni orqalari ham ochiladi. Bagaji. Mana yuklaringizni solib, bozorliklar qilib kelaverasizlar. Bitta akkumulyator, zaryad qo'ygan joyi. 4 ta ballonlik. Oldida ham savatlari bor. Bozorlikda qilib, suv chiqarib ham ko'rasizlar tortib. Oldlari do'galilar. Faralarini yoqib ko'rsatib beraman hozir. Bitta keyin paketda narsalar olaverasizlar. Opsiya bitta mana tezligi 1-chi skor, 2-chi skor, 3-chi skor, mana parametr yoqish, dальний, ближний, поворотник. Faralari yaxshi yoritadi. Modelini faralari ko'p. O'rtada bitta, ikkita yonda, keyin yonlari ledlari bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Narxi kelgan bo'lsa, narxi $1150. Vodiychi dastavkamiz 150 km gacha bepul olib borib beraveramiz. Bemalol past nomerlar qoldirib qo'yamiz. Tushunmagan joylarni so'rab, rasmlarni tashib beraveramiz. Podpiska, like'lar bosib qo'yasizlar. Yana yangilar chiqib qo'yish davom etamiz. Xudo xolasa rahmat. Aloqaga chiqib olasizlar.